Men aytgan 3 ta narsani qilganingizdan keyin siz ham sotuvlaringiz 2 barobar oshib, podpischiklaringiz ko'payib, prosmotrlaringiz ko'p bo'lib ketadi. Kurslarda yasalishlar o'rgatiladi, lekin uni qanaqa sotish o'rgatilmaydi. Ozgina sirlarini shu reelsimda siz bilan bo'lishmoqchiman. Agarda siz ham videolaringiz ko'p topda yurishni xohlasangiz, ko'proq ozvochkali videolar qo'ying. Oddiy ozvochkali emas, u ham juda ham qiziqarli bo'lishi kerak. Bitta video qo'yganingizdan keyin prosmotrlar kam bo'lsa, u bilan cheklanib qolmang. Videoim o'xshamadimi? Demak, ikkinchisi o'xshaydi, uchinchisi o'xshaydi deb harakat qilishni davom eting. Har kuni 2-3 tadan reelslar joylang. Qancha ko'p reels joylasangiz, shuncha ko'p topda aylanasiz. O'zingizni brendingizni mashhur qilish uchun Instagramga bor mehringizni bering. Qancha Instagramga mehr bersangiz, shunchalik sizga ko'p daromad va mashhurlik olib keladi. Agar siz ham shunaqa narsalarni yasab, noldan o'zingizni brendingizni rivojlantirmoqchi bo'lsangiz, sizni o'z kursimga taklif qilaman. Kursga yozilish uchun Telegram yoki Instagram direktdan murojaat qiling. Bergan ma'lumotlarim sizga foydali bo'lgan bo'lsa, menga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'ying.